Qadrli savoldoshlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan 2019-yillik Qurban hayitini tabriklash bilan birga YouTube Atlan ingliz tili kanalida bu hafta oxiri tarqatilish boshlangan 4 xil saviyadagi ingliz tili darslari to'g'risida izohlashga tegishli ba'zi mazmunlarni sizlarga salmoqchiman. Atlan ingliz tili kanalida yangi ingliz tili 1-qism, 2-qism, 3-qism, 4-qism darslari, yani 4 xil saviyadagi darslar. Yani 1-qism yangi o'rganuvchilarga mos keladigan, 2-qism asosi borlarga mos keladigan, 3-qism o'rta hol saviyadagi, 4-qism yuqori saviyadagi o'rganuvchilarning o'rganishiga mos keladigan darslik. Bu darsliklar har hafta yeni mazmunları boyunca Atlan ingliz tili kanalida saboqdoshlar bilan yuz ko'rishadi. Yani 1-qism, yangi ingliz tili 1-qismning qism jami 144 ders. Bu derslardan her hafta 2 ders yollanadi. Shundaqla 2-qismdan her hafta 1 ders, 3-qismdan her hafta o'xshashla 1 ders, 4-qismdan ham her hafta 1 ders yollanadi. Endi bu derslar ekran qaraydigan bo'lsak, bu derslarningki berilgan uchurlari ekranda rasm shaklda, ya'ni qaysi ders ekanligi va qaysi bo'lim ekanligi, shu darsning bo'limi, ya'ni birinchi dars deyilgan bo'lsa, bu yangi so'zlar, uningdan boshqa tekst mazmuni, uningdan boshqa mashqlari degandek kategoriyalarga bo'lingan holda so'zlangan. Şunun bilan birga saboqdoshlar bu darslarni o'rgangan vaqtda ekranga qarasa faqat qaysi dars ekanligidan iborat uchurga erisha oladi. Ham darsni anglagan vaqtda bu darsningki, ya'ni so'zlanayotgan mazmunning kitobning qanchinchi betida ekanligi, qaysi betga qaralsa bo'ladiganligiga o'xshash nurg'un tafsiliy konkret uchurlar berilgandan boshqa dars inchiklik bilan tafsiliy so'zlangan. Ba'zi mazmunlar yani sözləş jarayonida qaytalanmaydı. Faqat o'quvchilar shu darsdagi videoni qaytalash orqali qaytadan anglab tushunsa bo'ladi. Hamda o'quvchi saboqdoshlarning oldida kitob bo'lgani eng afzal, ya'ni agar kitobingiz bo'lmasa, kitobningki PDF shaklini, yani PDF shaklini tordan tushirib olsangiz bo'ldi. Hamda tor ulanmasini men mushu filmning ostidagi Atlan ingliz tili kanaliga chiqargan vaqtda mushu filmning ostidagi film tushundirilishiga ulab qo'yman. Shunun bilan birga Atlan ingliz tili kanalida bu 4 xil saviyadagi darslar har hafta yangilanishdan boshqa, yani boshqa mazmunlarmi, yani boshqa ingliz tili o'rganish to'g'risidagi, ingliz tili to'g'risidagi boshqa mazmunlarmi ko'plab yo'llanadi. Shunun bilan birga Patarida Atlan ingliz tili kanalida ingliz tili o'rganuvchilar, ya'ni har xil saviyadagi ingliz tili o'rganuvchilarga mos keladigan boshqa yangi mazmunlarmi qarorlik holda tarqatildi. Kang saboqdoshlarning Atlan ingliz tili kanaliga mushtari bo'lishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Kelar qitimgachilik omon bo'linglar. Xayr xo'sh.